Yurtimiz kundan kunga chiroy ochib bormoqda. Albatta, har bir xalqning hayoti baxtli kechishi, mamlakatning taqdiri istiqboli bo'lishi uchun faqat iqtisodiy taraqqiyotning o'zi kifoya qilmaydi. Buning uchun ijtimoiy madaniy sohalarda ham yangilanishlar, o'zgarishlar ro'y berishi, yutuqlar qo'lga kiritilishi kerak. Quvonarlisi, bugun baralla yurtimiz ozod, har go'shasi obod deya ayta olamiz. Dasturimizdan o'rin olgan taraqqiyot eshittirish orqali biz mulohazalarimizni davom ettiramiz. Yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlar samarasi hayotimizning barcha jabhasida o'z aksini topmoqda. Yuksak marralarni zabt etayotgan xalqimiz yutuqlari salmog'i tobora oshib boryapti. Bu esa mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, yurtdoshlarimiz turmush tarzini yanada yaxshilashdek ezgu maqsadlar ro'yobiga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. Mamlakatimizda yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarda tadbirkorlik rivojlanib, aholining farovonligi oshib borishi evaziga elektr energiyasiga talabning muttasil ortib borishi ham alohida e'tiborga olingan. Jumladan 2022-2026 yillarda mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 24-maqsadida iqtisodiyotni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlash hamda yashil iqtisodiyot texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish, iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20% ga oshirish. Ushbu maqsadga erishish yo'lida 2026-yilga kelib elektr energiyasi ishlab chiqarish ko'rsatkichini qo'shimcha 30 milliard kilovat soatga oshirib, jami 100 milliard kilovat soatga yetkazish, 2026-yilga qadar qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25% ga yetkazish evaziga yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash vazifasi belgilangan. Aytish kerak, yashil iqtisodiyot bu iqtisodiy faoliyat va tabiatning hamohangligini ta'minlash, istiqbolda iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikka erishish uchun ham muhim yo'nalishdir. Navoiy viloyati hududida iste'molchilarni elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlash va elektr energiyasidan samarali foydalanish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Navoiy hududiy filiali matbuot kotibi Baxtibek Qizilbayev shunday deydi. Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarining energiya samaradorligini yanada oshirish, energiya tejovchi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish Navoiy viloyatida ham tobora ommalashib bormoqda. Shu kunga qadar viloyatning 2128 ta ijtimoiy soha va tadbirkorlik subyektlarida 53,3 megavat, shuningdek aholi xonadonlarining 2542 tasida 8,6 megavat. Shu bilan birgalikda 64 ta foydalanishga topshiriladigan ko'p qavatli uylarga 1,2 megavat qayta tiklanuvchi energiya manbalari o'rnatilib, jami 4734 ta obyektda 63,2 megavat quvvatli quyosh panellari ishga tushirildi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, 63,2 megavatli quyosh panellaridan bir oyda o'rtacha 10 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu taxminan 50 mingta xonadonning bir oylik elektr energiyasi iste'moliga teng. Hozirgi kunda viloyat bo'yicha aholining 40% elektr energiyasini quyosh panellari orqali olish bo'yicha keng dasturlar ishlab chiqarilgan va bu bo'yicha biz hududlarda ushbu panellarni, ayniqsa quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha keng targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. Ayni kunlarda viloyatdagi mahallalarning elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash maqsadida dasturlar doirasida filialning elektr tarmoqlarini qurish va rivojlantirish xizmati xodimlari tomonidan hududlarda havo elektr tarmoqlarini qurish, yangi transformator punktlarini o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Bugun joylarda bunyod etilayotgan muhtasham imoratlar, yangi tashkil etilayotgan korxona va ishlab chiqarish obyektlarida ish bilan band aholi farovon turmushi misolida bunga takror va takror ishonch hosil qilishimiz muqarrar. Hammamizga ma'lumki, hurmatli prezidentimiz tomonidan aholini va ijtimoiy soha obyektlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash borasida hamda tarmoqlar orqali elektr energiya ta'minotini yaxshilashda ulkan islohotlar olib borilmoqda. Bu borada hududiy elektr tarmoqlari aksionerlik jamiyati Navoiy hududiy filiali matbuot kotibi Baxtibek Qizilbayev shunday deydi. Navoiy viloyatida 2024-yil yakunlari bo'yicha erishilgan natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, G'azg'on shahrida asosan aholi va ijtimoiy soha obyektlarini va yangi qurilayotgan ko'p qavatli uy-joylarni uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida quvvati 25 megavat bo'lgan ikkita transformatorli yuqori kuchlanishli podstansiya va 12 kilometr ikki zanjirli 110 kilovatli elektr tarmog'i qurildi.
Bunda G'azg'on shahridagi 3000 ga yaqin aholi va 1000 ga yaqin ulgurji iste'molchilarning elektr ta'minoti yaxshilandi. Shu bilan G'azg'on shahrida tashkil etilayotgan yangi investitsiya loyihalarini elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati yaratilmoqda. Bundan tashqari Navoiy shahrining kengayishini inobatga olgan holda aholining elektr energiyasiga nisbatan o'sib kelayotgan talabini qondirish, shuningdek iste'molchilarning barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash hamda elektr ta'minoti ishonchliligini oshirish maqsadida Navoiy shahrining Yoshlik mahallasi hududida yuqori kuchlanishli quvvati 25 megavat bo'lgan 2 transformatorli podstansiyasi qurilish ishlari yakunlandi. Bundan tashqari Obod xonadon, Obod ko'cha dasturlari ijrosi ta'minlash maqsadida hududlardagi aholining kundalik kayfiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatayotgan omillarni bartaraf etish hamda past kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish bo'yicha Navoiy viloyati bo'yicha hududlarda umumiy uzunligi 203 km elektr uzatish tarmoqlari tortildi. 53 dona transformator punktlari va 1 dona tarqatish qurilmalari qurildi. Bundan tashqari hududlarda yangi O'zbekiston massivlarini elektr ta'minoti bilan ta'minlash uchun 58 km uzunlikdagi kabel elektr uzatish tarmoqlari tortildi. Yuqorida olib borilayotgan ishlar natijasida tuman va shaharlardagi 268 mingdan ziyod aholi xonadonlari hamda 18 mingdan ziyod ijtimoiy va tadbirkorlik soha obyektlariga yetkazib berilayotgan elektr ta'minoti yaxshilandi. Ayni kunlarda viloyatdagi mahallalarning elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash maqsadida dasturlar doirasida mahallalarda olib borilayotgan ishlar aholi uchun ham qulay sharoitlar yaratmoqda. Bir necha yildan buyon muammo sifatsiz elektr energiyasi edi. Mahallamizda tez-tez svet o'chib qolardi. Endi bu muammolar ortda qoldi, deydi Umid To'xtayev. Mahallamizda o'zida ham, ko'chamizda o'zida ham beqiyos o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa davlat dasturida amalga oshayotgan ishlarni xursand qiladi aholini. Jumladan mahallamizda eski simyog' vositalar bugun beton sabaga almashtirib berildi va o'sha ochiq simlardan ko'ra bugun yopiq kabel simlarga o'tkazildi bu narsa. Bu birinchidan bu xavfsiz. Chunki har qanday holatda ham ochiq simdan ko'ra kabel simlar xavfsiz bo'lsa, ikkinchidan ko'chamiz betonlashtirildi, afzallashtirildi va ko'chamiz yana zamonaviy qiyofa kashf etdi. Bugun 2 smenada bizning ko'chamizda ish tashkil etilgan. Shunda xizmat qilayotgan barcha elektr energiya xodimlariga o'zim minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ertalab sahardan to kechga qadar bizning ko'chamizdagi har bitta simyog'ochni alohida ajratib berishdi va bugun yangilab berishdi. Har bitta aholi murojaatdan kelib chiqqan holda hattoki aholi xonadonlariga ham demak zamonaviy elektr energiya tizimidan ulab berishda ham amaliy yordam ko'rsatilyapti. Tez uzilishlar hamda sifatsiz energiyaning guvohi bo'lgan edik. Buni ta'kidlab o'tish kerak. Buni hech qanaqangi yoshirilgan holati yo'q. Chunki elektr sinida uzilishlar bo'lardi va o'sha uzatilayotgan elektr energiyada ham qiralliklar, lampochkalar yonishida va bilasiz o'sha ko'p holatlarda eskirganligi tufayli uzilishlar bo'lgan holda ular har doim bizga xizmatga kelishgan va har doim almashtirishga ehtiyoj paydo bo'lganda endi zamonaviy beton simlar qolgandan keyin yog'och simlar almashtirilgandan keyin ular biz o'ylaymizki mahalla aholisi samarali foydalansa uzoq yillar davomida mahallamizga ko'chamizga xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda aholining turmush sharoitini yaxshilash bugun davlatimiz e'tibor markazidadir. Navbahor tumani Arabsaroy mahallasi aholisining doimiy muammolaridan biri elektr energiyasi bilan bog'liq. Eskirgan simyog'ochlar va yaroqsiz transformatorlar sabab elektr energiyasida uzilishlar kuzatilgan. Bugun bu manzilda ham aholining muammolari bartaraf etish choralari ko'rildi. Shahnoza Karimova yaratilgan sharoitlardan mamnunligini bildirdi. Biz Navbahor tumani Arabsaroy mahallasi Kattaraxona ko'chasi aholisi biza. Kattaraxona ko'chasi 84 aholi istiqomat qiladi. Bizani avvalgi sharoitimiz gaz bosimlari past edi, elektr toki past edi. Allohga ming qatla shukr, mana avvalgi sharoitimizga qaraganda hozirgi sharoitimiz juda ham a'lo darajada bo'lyapti. Mana gaz o'tdi, elektr tokiga mana ko'chamizga transformator keltirib qo'ydilar. Simyog'ochlar almashtirilyapti. Yaxshi o'zgarish bo'ldi. Endi xudo xolasa mana uylarimiz muammosi ham juda og'ir ahvolda edi. Mana shag'al tosh to'kdi ko'chalarimizga. Aholiga shunaqa sharoitlarni yaratib berganlaridan xursandman. Chiroy ochib borayotgan obod manzillarda yashashning gashti o'zgacha. Bunday keng ko'lamdagi bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari aholining turmush madaniyatini yuksaltirish bilan birga qishloqlarni zamonaviy qiyofaga keltirish, ularni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ko'z quvonsa, ko'ngil xotirjam bo'ladi deb bejiz aytishmaydi dono xalqimiz. Ko'ngil xotirjamligi esa kishini ezgu maqsadlar sari chorlab, turmush tarzining osoyishta, fayzli bo'lishini ta'minlaydi. Bunyodkorlik obodlikdan
loyiha tikilayotgan ko'rkam binolar, ishga tushirilayotgan yangi korxonalar ko'zni quvnatibgina qolmay, balki kishilarning obod turmushi garovi hamdir. Asosiysi mehnatkash va shijoatli xalqning bir yoqadan bosh chiqarib, hamjihatlik bilan bir ezgu maqsad sari intilishi tufayli yurt kundan kunga farovonlikka yuz tutib boraveradi. Aziz tinglovchim, FM 101.6 to'lqinida siz taraqqiyot eshittirishini tingladingiz. Siz bilan Isa Aziz Abdurasulova bo'ldi. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Yaxshi yangiliklar hamisha sizga hamroh bo'lsin. Viloyat radiosi jamoasi faqatgina siz uchun yaxshilarini ilinadi.